Salom, sizlar bilan Street Futbol. Bugun sizlar bilan futbol tarixidagi eng ajoyib 3 ta golni gaplashamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi o'rin Lionel Messi, yakkaxona mo'jiza. 2007-yil Barselona va Getafe do'stlik o'yini. Messi maydonni yarmidan to'pni olib qochib, 5-6 ta himoyachini aldab o'tib, hatto darvozabonni ham aldab gol urgan. Bu gol tarixga muhrlangan. Ikkinchi o'rin Cristiano Ronaldo, super zarba. 2018-yil Real Madrid va Juventus Chempionlar Ligasi. Dani Carvajaldan ajoyib pas, Ronaldodan qaychi uslubida zarba. Buffon, Cellini hech narsa qila olmagan, Zidane esa hayratda. Bu gol tarixga muhrlangan gollardan biri. Uchinchi o'rin Zlatan Ibrahimovic, 30 metrlik qaychi zarbasi. O'yin aniq emas, bilsangiz kommentga yozib keting. Zlatan darvozabon chiqib ketgan paytida uzoq masofadan qaychi uslubida gol urgan. Bu gol tarixda yagona gol. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimiz rivoji uchun obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Iltimos, sizdan hech narsa ketmaydi. Shunday videolarni chiqarishda to'xtamaymiz.